قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 11-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun mubtada xabar. Mubtada degan nima, xabar degan nima? Mubtada va xabar. Biz mubtada xabar haqida ilgirki soatlik darslarimizda ozroq tushuncha berdik. Mubtada deganni jumlaningki asosiy qismi, xabar deganni jumlaningki to'liqlovchi qismi deb tushuncha berdik. Va mubtada deganni ega, xabar deganni xabar deb tushundirdik. Endi mubtada deganning arab tilidagi o'lchamlik tushuntirilishi al-ismul ladzi natahaddathu anhu. U to'g'risida biz so'zlaydigan ism. Jumladagi biz so'zlamoqchi bo'lgan ism. Masalan, Muhammad talibun desak, Muhammad o'quvchi. Bu jumlada biz kim to'g'ri so'zlamoqchi? Muhammad to'g'ri so'zlamoqchi. Muhammadning nima ekanligi to'g'ri so'zlamoqchi? O'quvchi ekanligida. Demak, o'quvchi ekanligini qana qildik? Xabar berdik. Qay so'z bilan xabar berdik? Talibun degan so'z bilan xabar berdik. Unda bo'lsa, jumlaningki, ya'ni biz so'zlamoqchi bo'lgan qismi Muhammad mubtada bo'ladi. Jumlaning to'liqlovchi qismi nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Talibun xabar bo'ladi. Muhammad zahaba. Muhammad ketdi. Muhammad axuhu talibun. Muhammad uning qarindoshi o'quvchi. Bu ikki jumlada biz kim to'g'ri so'zlamoqchi? Muhammad to'g'risida. Muhammad zahaba desak, Muhammad ketdi. Unda bo'lsa, biz so'zlamoqchi bo'lgan ismni bo'ladi, ya'ni biz so'zlagan ismni bo'ladi, mubtada bo'ladi. Endi biz jumlaningki foydasini, ya'ni jumlaningki to'liqlamasi qay so'z bilan to'liqladik? Zahaba degan so'z bilan to'liqladik. Ya'ni jumlaningki bir foydali jumla bo'lish uchun to'liqlaydigan qismini biz nima deymiz? Xabar deymiz. Muhammad axuhudimi? Muhammadning qarindishining o'quvchi ekanligidan xabar berdik. Axuhu talibun deb xabar berdik. Unda bo'lsa, axuhu talibun bu yerdan bo'ladi, xabar bo'ladi. Endi xabarning o'lchamlik arab tilidagi tushuntirilishi huval hadithul ladzi tatimmu bihil foida. O foyda uning bilan to'liq bo'ladigan so'z. Foyda demakchi o'g'ini bir foydali jumladagi mazmun ifodalaydigan qismi, ya'ni oxirgi to'liqlovchi qismi to'liqlanadigan ismni biz nima deymiz? Xabar deymiz. Ya'ni jumlaningki mazmunni to'liqlovchi qismi. Endi mubtada xabarga munosabatlik qoidalardan mubtada cho'qim jumlada nima bo'ladi? Ism bo'ladi. Mubtada xabar olmaydi. Xabarchu desa, xabar Muhammad talibun deganda talibun xabar bo'ldi. Demak, bu nima bo'ldi? Bu yerda xabar ism bo'ldi. Muhammad zahaba. Bu jumlada Muhammad mubtada, zahaba xabar oldi. Muhammad mubtada, zahaba xabar oldi. Demak, zahaba degan xabar bu yerda nima bo'ldi? Fi'l oldi. Muhammad axuhu talibun. Buningda Muhammad mubtada, axuhu talibun xabar oldi. Bu yerdagi axuhu talibun degan bu jumla Muhammadning nimasi bo'ldi? Xabar oldi. Demak, mubtada ism bo'ladi ekan, Muhammad deganga o'xshash. Xabar ismmi bo'ladi ekan, talib deganga o'xshash. Fe'lmi bo'ladi ekan, zahaba deganga o'xshash. Jumlami bo'ladi ekan, axuhu talibun deganga o'xshash. Demak, fe'l ismma fe'l xabar bo'la oladi, fe'lma xabar bo'la oladi, jumlamicho xabar bo'la oladi. Ikkinchi qilib ketmoqchi bo'lgani jumla degan nima va shibih jumla deganchi. Endi jumla degan nima deganda, jumla deganimiz ikki so'zni munosabat bilan o'z ichiga olgan iborani biz jumla deymiz. Ikki so'zni munosabat bilan o'z ichiga olgan jumla iborani biz jumla deymiz. Masalan, jumla deganimiz ma tadammanal kalimatayn bil isnad. Ikki so'zni isnad bilan, ya'ni munosabat bilan o'z ichiga olgan ibora. Masalan, Muhammad talibun, Muhammad o'quvchi. Zahaba Muhammad, Muhammad ketdi. Mayli bu fe'l bilan boshlansin, mayli ism bilan boshlansin, ikki so'zni tarkib topgan bo'lsa, munosabat bilan buni biz jumla deb ataymiz. Bu yerdagi munosabat bilan degani ham ikki so'zni tarkib topdi, lekin bu ikki so'zning o'rtasida munosabat yo'q. Bunda qo'yib qolsa biz buni jumla demaymiz. Masalan, Muhammad, Muhammad, talibun, talibun, zahaba, zahaba. Yuqorqi jumla hammasi ikki so'zni tarkib topgan. Talibun, talibun. Ammo buni jumla demaymiz. Nima uchun? Talibun, talibun desak bu yerda foydali jumla bo'lmaydi. O'quvchi, o'quvchi degan gap bo'ladi. Bu ikki so'zning o'rtasida nima yo'q? Munosabat yo'q.
Çoxum ikki so'zni tarkib tepish bilan birga o'tirdan bo'lish kerak, munosabat bo'lish kerak. Şebihi cümle nima deganda, şebihi cümle deganimiz bu cümlege o'xshab ketadigan bir qurilma bor, bir ibora bor arab tilida. Buni cümle dega olmaydi, yuqori qoidaga tushmaydi. Ammo buni yolg'iz so'z emas, buni so'zlayli desak, yolg'iz so'z emas. Bu qaysi deganda jar va majrur, ya'ni harfi jar kelgan ismlar harfi jar bilan ikkisi qo'shilib jar majrur deb ataladi. Bu şebihi cümle deymiz. Masalan, fil beyti, fil fasli deganga o'xshash. İkincisi zarflamu şebihi cümle bo'ladi. Masalan, indal masjidi, masjidning qashida desam, bu cümle dega olmaydi. Bunda to'liq bir ma'no ifodalanmaydi. Ammo cümle emas, so'zmi desak, yo'q, so'z emas. Buning bo'ladi şebihi cümle. Demak, şebihi cümle deganimiz jar, majrur, ya'ni harfi jar kirgan ismlar shu harfi jar bilan qo'shilib şebihi cümle deb ataladi. Zarflar. Zarf degan nima edi? Vaqt yoki o'rinni bildiradigan ravishlar. Masalan, qashida, vaqtda deganga o'xshash. Bugungi darsimizdagi asosli mazmun shu. Qolgan mazmunlarni biz tekstdan keyin mubtada xabardan keyin qolgan ahkomlarni o'rganamiz. Qoidalarni o'rganamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul hadiya ashara. 11-dars. Al-mudarris. At-tullabu qalilun. Ayna al-akharun? O'quvchilar az. Boshqalar qayerda? Akharun. Boshqalar qayerda? Umaru g'oib. Umar kamida. Wa Hamid 'inda al-mudir. Hamid mudirning qashida. Wa Ishaq fil mirhad. Ishaq o'rnida. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfati al-muraqib. Hasan kuzatchining, nazoratchininki yotiqqa ketdi. Wa Zubayr akhuhu marid. Zubayr uning qarindoshi kasal. وقد استأذن المدير في الذهاب إلى المستشفى. وچوقم رخصت سودي مدردن برشقا دكتور خانقا. ماذا به؟ Onunğa nim boldu? Yani onun qarındaşı nim boldu demekçi. Bihi mağassun. Onun qusqa qırıb qapdı. Bihi degan gap onun bilan degan gap shunda. Onun bilan quzaga qaraqqa degan gap onun qusqa qırıb qapdı. يدخل حامد وإسحاق. حامد وإسحاق kirdi ve yeclisani fi maq'adayhima ve ikisi özünün orunda oturdu. Ya Hamid, keenneke turidu en taqula şey'en. Ey Hamid, xuddi sen bir narsa deyishni xohlaydigandek. Fahal ladayka sual? Sening qashingda sual bormi? Naam, shundaq. Ana matlubul an fi an-nadir riyadi. Afa azhabu am ahduru ad-darsa. Shundaq. Men hozir tantarbiya yig'iniga talab qilindim, ya'ni chaqirildim. Afa azhab baramdim men am yoki darsga qatnashamdim. An tahdura ad-darsa khayrul lak. Darsga qatnashing sen uchun yaxshi. Yumkinuka az-zihab ila an-nadi fil fusha. Yig'inga fushada basangiz bo'ladi. Nadi deganning tarjimasi yig'in degan ma'nosi va bundan boshqa jamiyat degan ma'nolar bor. Yadkhulul Hasan va biyadihi ulba. Hasan kirdi va uning qo'lida ulba, bir yeshik, kichik yeshik bor. Maza fil ulba ya Hasan? Ey Hasan, o yeshikda nima? Yeshikdagi nima? Fiha tabashir. Uningda bo'rlar bor. Tabashir bo'ra. Do'stga xat yozilgan bo'ra. Yadkhulul muraqibu va ma'ahu talibun jadidun va yusalliman. Nazoratchi kiradi va uning bilan yangi o'quvchi bor. Va ma'ahu degan uning bilan birga yangi o'quvchi. Va yusalliman, ikkisi salom qiladi. Hada talibun jadid. Bu yangi o'quvchi. Ahlan va sahlan. Kayfa haluk? Ahlan va sahlan. Xush kelibsiz. Kayf haluk? Ahvolingiz qanday? Bixayr va alhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Masmuk, ismingiz nima? Munir. Munir. Almaniyun anta? Siz Almaniya, ya'ni Germaniyalikmi? La, Britaniya, yo'q, Angliyalik.
Ayna darasta lug'atil arabiyyata ya Munir? Ey Munir, arab tilini qayerda o'rgandingiz? Darastuha fi madrasatin islamiyya. İslam maktabida o'rgandim. Fi Britaniyada madarisu islamiyya. Britaniya, Angliyada islom maktablari bormi? Na'am, shundaq. Kam madrasatan hunak. U yerda qancha maktab bor? La adri bidabt. La adri bilmayman. Bidabt degan gap aniq degan gap. Aniq bilmayman. Al madarisu kafira. Maktablar ko'p. Tekst mushoda oxirlashdi. Unda biz mashq qilaylik. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi, ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Bu tekstga asosan sizlar javob beradigan topshiriq. Ayni arada Hamid ayyadhaba. Hamid qayerga berishni xohlaydi? Xolidi, Hamid qayerga berishni xolidi? Bimaza atal Hasanu min ghurfatil muraqib. Hasan muraqibninki, ya'ni nazoratchining yatiqidan nima akeldi? Masmut talibul jadid, yangi o'quvchining ismi nima? Min ayna huwa? Va qayerdan? U qayerdan? Bizning darsning 5-da tushundirgandek, bugungi darsimiz asosliq mubtada xabar haqida bo'ladi. Mubtada degan nima deganda, huval ismu allazi natahaddathu anhu. U to'g'risida biz so'zlagan ism. Jumlada biz uning to'g'risida so'zlagan ism. Xabar degancha huval hadithu allazi tatimmu bihi al-fa'ida. Xabar deganimiz uning bilan payda to'liq bo'ladigan so'z. Payda, ya'ni bir foydali jumlaningki foydasi uning bilan to'liq bo'ladigan so'z. Masalan, al-qamaru jamilun. Oy chiroyli. Fa fi hadhihi al-jumla, bu jumlada nuridu an natahaddasa anil qamar. Oy to'g'risida so'zlashni xohlaymiz. Ya'ni biz bu jumlada al-qamaru jamilun, oy chiroyli degan bu jumlada oyning chiroyliligi haqida qanday qilamiz so'zlaymiz. Nuridu an natahaddasa anil qamar. Oyninki chiroyli, oy to'g'risida so'zlamoqchi. Falazzu qamar, al-qamar degan lafzi mubtada bo'ladi. Va nuridu an naqula innahu jamil. Va biz uni chiroyli demoqchi. Unda bo'lsa, falabzu jamil xabar. Jamil degan lafzini bo'ladi, xabar bo'ladi. Biz buni darsning boshida tushuntirgan. Ya'ni biz jumlada so'zlamoqchi bo'lgan ismni bo'ladi, mubtada bo'ladi. Endi bu chaqchi biz deb o'tgandek, mubtada xabarning oxiri qanday o'qiladi? Pashlik shakldagi ismlar. Al-mubtada wal xabaru marfu'an deydi. Mubtada va xabar marfu'an, pashlik ismlar. Ikkilisi qanday o'qiladi? Pash o'qiladi. Min ahkamil mubtada, mubtadaninki hukmlari qatoridan birinchisi anva'il mubtada, mubtadaning turi. Endi jumlada mubtada qaysi xil turidagi so'zlardan keladi? Al-mubtada imma ismun sarih va imma masdar muavval. Endi mubtada deganimiz ya uch ism bo'ladi, xuddi Muhammad Talib deganga o'xshash. Va imma masdar va yoki masdar muavval. Demak, masdar muavval nima bo'la oladi? Mubtada bo'la oladi. Masalan, Allohu Rabbuna, Alloh Robbimiz. Al-qira'atu mufidatun, o'qish foydali. Al-julusu huna mamnu'un, bu yerda o'ltirish cheklangan. Nahnu tullabun, biz o'quvchilar. Demak, bu jumlada Alloh degan mubtada, bu lafzi qanda sarih. Al-qira'atu, bu shunday masdar sarih. Al-julusu, bu sarih. Nahnu damir, bu sarih. Mana shuning o'xshash nima bo'la oladi? Sarih ism birinchidan mubtada bo'ladi. Ikkinchidan masdar muavval. Ya'ni fe'l mudori'ning oldiga anna kirish orqali o'zgartgan masdar nima bo'la oladi? Mubtada bo'la oladi. Chunki bu ismning turiga tabi. Va antasumu khayrul lakum. Ro'za tutishinglar sizlar uchun yaxshi. Va antasumu mubtada bo'ldi. Va anta'fu, kechirishinglar aqrabu lit-taqvo. Taqvodorlikka yaqin. Bu yerdagi kechirishinglar, ya'ni anta'fu degan bu masdar nima bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Demak, mubtada ism sarih va masdar muavval. Mushu ikki turdan bo'ladi. Fe'lning bo'lmaydi, mubtada bo'lmaydi. Ikkinchisi ta'riful mubtada va tankiruhu deydi.
Endi biz ismlarni aniq va aniqsiz deb ayırgan. Shundaqo. Endi mubtada aniq ismning qatoridan bo'lamdi yoki aniqsiz ismning qatoridan bo'lamdi mubtada deganda cho'qim asli qoida mubtada qaysini qatoridan bo'lishi kerak? Cho'qim mubtada ma'rifa ismning qatoridan bo'lishi kerak. Ya'ni mubtada cho'qim ma'rifa bo'lishi kerak. Mubtadaninki aniq kelishi va nakira, aniqsiz kelishi deydi. Al-aslu asli qoida fil mubtadadagi ay yakuna ma'rifa. Nima bo'lishi kerak? Ma'rifa bo'lishi mubtadadagi asli qoida. Kama fil amthilatil atiya. Tuvandagi misollardagidek. Endi biz ma'rifani qanchaga bo'lgan, 7 turga bo'lib tushundirgan. Mana mubtada bu yerda ko'k qanday yozilgan. Qaraydigan bo'lsak, birinchisida Muhammadun Rasululloh. Muhammad Allohning elchisi. Muhammad mubtada bo'ldi. Bu nima bo'ldi bu yerda? Ismi alam, xassini bizim degan ma'rifa. Ma'rifaning turining qatoridan qaysisi? Al-alam, xassim. Ikkinchisi ana mudarris, men o'qituvchi. Bu yerdagi mubtada ana. Bu ma'rifami nakirami? Ma'rifa. Biz domairlarni degan ma'rifa degan. Uchinchisi hada masjidun. Bu masjid. Bu yerdagi hada mubtada bo'ldi. Ma'rifami nakirami? Ma'rifa. Biz ismi ishoratni degan ma'rifa degan. Allazi ya'budu g'ayrallohi mushrikun. Allohning boshqasiga ibodat qildig'ini mushrik. Bu yerdagi allazi mubtada bo'ldi. Ma'rifami nakirami? Ma'rifa. Ism mavsuli biz nima degan? Ma'rifa degan. Al-Qur'anu kitabulloh. Qur'on Allohning kitobi. Bu yerdagi mubtada al-Qur'anu. Ma'rifami nakirami? Ma'rifa. Chunki alif lam kirgan ismni bo'ladi, yana ma'rifa bo'ladi. Miftahul jannati as-salatu. Jannatning ochqichi namozdir. Unda bo'lsa bu yerdagi miftah mubtada bo'ldi. Mubtada degan ma'rifa kelish kerakdi. Miftah bu yerda ma'rifami nakirami? Bu asli nakiritdi, ammo ma'rif ismga mudab bo'lgan vaqtda bu nima bo'lib ketdi? Ma'rif bo'lib ketdi. Biz ma'rifaning turlarining qatoridan bir nakir ism ma'rif ismga mudab qilinsa, ya'ni mudab bo'lsa, bu nima ko'zgaydi degan? Ma'rifa ko'zgaydi degan. Shuning uchun bu yerda miftah nima deymiz? Ma'rifa deymiz. Demak, asli mana mushundaq qilish kerak. Asli mubtada cho'qim ma'rifaning turlarining qatoridan bo'lishi kerak. Endi bu yerda azroq bir istisno qoida bor. Wa qad yakunu al-mubtada nakira bi shurutin minha. Wa qad yakunu. Qad fi'l mudorining oldiga kelsa ba'zida deb tarjima qilamiz. Ba'zida bo'ladi mubtada nakir bo'ladi bi shurut, bir qancha shartlar bilan. Bir qancha shart ahvol ostida mubtada nima bo'ladi? Nakir bo'lib keladi. Minha o shartlarning qatoridan birinchisi ay yakuna al-khabaru shibi jumla. Xabar shibi jumla bo'lib qolsa. Biz shibi jumla tushundik. Ya'ni shibi jumlaga nima edi? Jar majrur yoki zarf. Al-muradu bi shibhil jumla. Shibi jumla bilan bo'lgan maqsad, murad az-zarf wal jar majrur. Zarf va jar majrur. Xabar shibi jumla bo'lib qolsa va ayataqaddama ala al-mubtada. Mubtada qanday bo'lsa, ilgari bo'lsa. Xabar shibi jumla bo'lgan vaqtda mubtadaga ilgari bo'lsa, andiki mubtada qanday kelsa bo'ladi? Nakir kelsa bo'ladi. Masalan, indana sayyaratun. Bizning qishimizda mashina bor. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, sayyaratun mubtada. Bu mubtada degan asli 5da kelish kerakdi. Bu yerda nima uchun keyinda kelib qoldi desa, asli indana degan xabar bu indana, inda qishimizda zarb shundaqo. Bu yerda zarb bo'lganligi uchun ham mubtadaning 5da kelganligi uchun, mubtadaning 5da kelganligi uchun, mubtadaning oldiga chiqib olganligi uchun mubtada nakir keldi deymiz. Demak, xabar shibhi jumlab mubtadaning oldiga chiqqan vaqtida mubtada qanday kelsa bo'ladi? Nakir kelsa bo'ladi. Bu yerda sayyara mubtada. Bu yerda az-zarf inda degan zarf nima bo'ldi? Xabar oldi. Az-zarf inda xabar deydi. Li axun. Mana bir qarindishim bor. Bu yerda hamda axun degan nima bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Li degancho val jar majrur li degan jar majrur xabar bo'ladi. Bu mubtada degan nima kelish kerakdi? Qanday bo'lish kerakdi? Iniq bo'lish kerakdi. Shundaqo. Iniq bo'lmadi bu yerda axun deb iniqsiz holatga kelib qoldi desa, xabar jar majrur, ya'ni shibi jumla bo'lganligi uchun va oldiga chiqib olganligi uchun mubtada nakir keldi deymiz.
Demak, birinchidan mubtada qanday vaqtda nakira kelsa bo'ldi ekan? Xabar shabiy jumlalab mubtadaning oldiga chiqib olgan vaqtda mubtada nakira kelsa bo'ladi. Ikkinchidan mubtada ismi istifhom bo'lsa, ismi istifhom bo'lgan vaqtida nakira kelsa bo'ladi. Amaliyotda ismi istifhomlar degan hammasini bo'ladi, nakira bo'ladi. Asmaul istifhomlar nakirat. Hammasini bo'ladi, ismi istifhomlar, ya'ni so'roq almishi ismlarini bo'ladi, nakira bo'ladi. Masalan, ma bika. Ma bika. Sana nima bo'ldi degan gap. Bu yerdagi ma degan gap nima shundaqo? Biz birinchi qismning birinchi darsida o'rgangan nima? So'roq so'rash uchun ishlatiladi degan. Bu ism, ismi istifhom. Savollar so'rash uchun qanday qilinadi? Ishlatiladi. Bu yerda ma albatta nima bo'ldi? Nakira bo'ldi. Ma mubtada. Bu yerda ismi istifhom ma mubtada va bika degan jar majrur xabar deymiz. Bu yerda ma nima bo'lib nakira kelib qoldi? Ismi istifhom bo'lganlik uchun. Ikkinchidan mubtada ismi istifhom bo'lib qolsa nakira kelsa bo'ladi. Masalan, man marid kim kasal? Man marid kim kasal? Bu yerda man marid degan bu yerda man degan ismi istifhom mubtada bo'ladi. Marid shu xabar bo'ladi. Kam taliban fil fasli. O sinfda qancha o'quvchi bor? Bu yerdagi kam ismi istifhom mubtada bo'ladi. Fil fasli degan xabar bo'ladi deymiz. Demak, yig'ib aytsak, asli qoida mubtada ma'rifiy ismlarning qatoridan bo'lishi kerak. Tuandagi bir qancha xil shart ostida mubtada bo'ladi, nakir bo'ladi. Bu shartning birinchisi qaysi? Xabar shabihi jumlalab mubtadaning oldiga chiqqan vaqtida. Mubtada nakira kelsa bo'ladi. Ikkinchidan mubtada ismi istifhom bo'lgan vaqtida, ya'ni savol so'rash ismlari bo'lgan vaqtida nakira kelsa bo'ladi deymiz. Bu qoida. Uchinchisi tartibul mubtada val xabar. Mubtada va xabarning tartibi. Jumlada mubtada beshida kelamdi yoki xabar beshida kelamdi. Al-aslu, asli degan gap, asli qoida mubtada xabarga ilgari bo'lishi. Asli qoida mubtada xabarga ilgari bo'ladi. Ya'ni jumlaning beshida mubtada keladi. Masalan, anta mudarris, sen o'qituvchi. Anta mubtada jumlaning beshida keldi. Va yajuzu aksuhu va buni xabarning oldiga chiqib mubtadani keng keltirsak-mi to'g'ri. Ya'ni amudarrisun anta, siz o'qituvchimi desak, bu yerdagi anta mubtada bo'ldi, mudarrischi xabar bo'ldi. Endi ma'u to'g'ri bo'ldi g'ayri. Ya'ni mubtadani keyin xabarni ilgari keltirsak, to'g'ri bo'ldi g'ayri. Endi keldik, cho'qim ba'zi o'rinda mubtada cho'qim oldida kelish kerak o'rin bor. Agar oldida kelmasa, jumla xato bo'ladigan o'rin bor. U qaysi? Va yajibu an yataqaddama al-mubtada idza kana ism istifhom deydi. Agar mubtada ismi istifhomlan bo'lib qoladi ekan, cho'qim jumla narsa kelish kerak, beshida kelish kerak. Masalan, ma bek deganga o'xshash. Bu yerda ma mubtada bo'ldi. Demak, mubtada ismi istifhom bo'lganda jumla nerda keladi? Beshida keladi. Man marid, kim kasal deganga o'xshash. Endi ma'u mubtada cho'qim beshida kelishlikka. Ya'ni cho'qim mubtada ismi istifhom bo'lganda nerda kelish kerak? Beshida kelish kerak. Endi xabar cho'qim jumlaning beshida kelishlikka bor. ويجب أن يتقدم الخبر إذا كان اسم استفهام. أمد اسم استفهام أجر خبر باب قاسا چقوم خبر جملة بشده كلش كرك. چونكي اسم استفهام دكان نادو كيلودو جملة بشده كيلودو. ويجب أن يتقدم الخبر إذا كان اسم استفهام دايدو. خبر أجر اسم استفهام باب قاسا إلجر بولشي كرك. مسموك ديان يخشش. مسموك ديان جملة دا ما خبر. اسموك جو مبتدا ولدو. Ma cümlenin beşide çoğum keliş kerak ismi istifhom bo'lganligi uchun. Kayfa haluk? Bu yerdagi kayfa xabar halukcho mubtada. Bu yerda nima uchun xabar jumlaning beshida keldi? Ismi istifhom bo'lganligi uchun. Demak, mubtada ismi istifhom bo'lsa, cho'qim jumlaning beshida kelish kerak. Agar xabar ismi istifhom bo'lib qolsa, cho'qim jumlaning narsa kelish kerak, beshida kelish kerak. Asli qoida jumlada mubtada beshida kelish kerak. Amma mubtada ayg'ida xabar beshida kelib qolsa bo'ladigan ahvollar bor. Ma ikki ahvoldan boshqa ahvolda. Amma bu ikki ahvol, ya'ni ism istifhom, mayli qaysi ism istifhom bo'lib qolsin,
ismi istifham bo'g'ini jumlaning beshida kelishi kerak. Bu bir qoida. Endi to'rtinchisi hazful mubtada. Mubtadaning chupkasi bo'ldi ayali. Deydi, yajuzu hazful mubtada iza ulima. Mubtada tashlansa, ya'ni chupkasi bo'ladi agar bilinsa. Mubtadani so'zlamasak-mu, mubtadaning ma'nosi bilinsa, chupkasi bo'ladi. Masalan, taqulu lis-sa'il an ismik, deysiz so'g'uvchiga ismingizni, ya'ni ismini so'g'u odamga deysiz, Hamid deysiz. Masalan, Masmuk ismingiz nima desa, Hamid deymiz. Bu yerdagi Hamid degan xabar bo'ladi. Aslida jumlaning to'liqi ismi Hamid, ismim Hamid desak, ma to'liq jumla bo'ladi. Endi ismi degan mubtada bo'ladi, xabar degancha Hamid degancha xabar bo'ladi. Bu yerda ismini akamizsakmi, jumla to'liq bo'lg'achqa, bu yerda mubtadan qanday qilsak bo'ladi, tashlab bo'ladi. Demak, qoida mubtada agar bilinsa demasakmi, tashlab bo'ladi. Chunki ismingiz nima deb so'rasa, unga ismim demasakmi, Hamid deb javob bersak, ismim deganini biladi. Mana bu shunday quriladi. Min ahkamil xabar, xabarning ahkamlarining qatoridan birinchisi anvaul xabar, xabarning turlari deydi. Mubtadaning faqat ismdan bo'lganligini bildik. Endi xabar-chu al-xabaru imma mufrad va imma jumla va imma shibhu jumla deydi. Xabar ya mufrad bo'ladi, ya jumla bo'ladi, yoki shibhi jumla bo'ladi deydi. Bu yerdagi mufrad degani birlik shakldagi degan gap emas. Jumla bo'lmagan demakchi, yoki yolg'iz so'z bo'ladi demakchi. Xabar ya yolg'iz so'z bo'ladi, ya jumla bo'ladi, yoki shibhi jumla bo'ladi. Demak, mayli jumla olsun, mayli shibhi jumla olsun, mayli yolg'iz shakldagi so'z bo'lsin, nima bo'la oladi? Xabar bo'la oladi. Bu mubtadaga o'xshamaydigan tarafi. Birinchisi fal xabarul mufrad. Mufrad bo'lgan xabar, ya'ni birlik, ya'ni yolg'iz kelgan xabar al mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min mu'minning aynigi. Bunun qaraydigan bo'lsak, al mu'minu mubtada bo'ldi, mir'atu xabar bo'ldi. Mana bu yerda xabar mir'atu mufrad. Ya yolg'iz. Ikkinchisi val xabarul jumla. Xabarning jumlog'ini. Jumlog'in xabar al mudiru masmuhu. Mudir uning ismi nima? Bu jumlada al mudiru mubtada, masmuhu degan shu bir jumla qo'shilib nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Al jumlatul ismiya, ya'ni masmuhu degan bu ismiy jumla xabar bo'ladi. Endi xabarni biz nima degan? Pash bo'ladi degan. Endi bu yolg'iz bo'lib qolsa, o mir'at degan o'xshash pash bo'ldi, buni o'qib qoldik. Bu jumla bo'lib qolsa, jumla degan biri yoki ikki yoki 3 so'zni tarkib topgan narsa bo'ladi. Shundaqmi? 2 yoki undan ko'p so'zni tarkib topgan narsa bo'ldi. Endi buningdagi pash qilgandan qaysini qarab ayiramiz deganda, jumlada harakat taqdiran bo'ladi. Va hiya fi mahalli raf'an deymiz. O pashlik o'rnida deb qaraymiz. Bu bir butun jumlani, masmuhu degan jumlani pashlik o'rnida deb qaraymiz. İkincisi vallahu xalaqakum. Allah sizlarni yaratdi. Vallahu Allah mubtada bo'ldi. Sizlarni yaratdi deb xabar berdik. Belki xalaqakum bu jumla fi'liya. Xalaqa degan fe'l bilan boshlanganligi uchun bu jumla fi'liya bo'ldi. Xalaqakum bu jumla fi'liya nima bo'ldi? Xabar bo'ldi. Endi va hiya fi mahalli raf'. Buni biz pashlik o'rnida deb qaraymiz. Üçüncüsü xabar shibhi jumla o'g'ini. Masalan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat analarning tapini ostida desak, bu yerda tahti, osti demak o'rinni bildiradi. Zarb degan nima edi? O'rinni bildirgan. Demak, zarb nima bo'ladi? Shibhi jumla. Bu yerda taht degan bu zarf, ya'ni shibhi jumla nima bo'ldi? Xabar bo'ldi. Az-zarf taht xabar deydi. Taht degan zarf bu yerda xabar bo'ldi. Bu taht dedi zvar qildi bo'lsa va huwa mansub va zvar qildi fi mahalli raf'. Nimalik o'rinda? Biz pashlik o'rinda deb qaraymiz. Beshinchisi alhamdulillahi. Alhamdulillah. Hamdu Allohga. Alhamdu mubtada, lillahi xabar bo'ldi. Bu xabar degan pash qo'lati lillahi deb zir qilib qoldi-ku. Harfi jar kelganlik uchun zir qilib qoldi. Lekin biz uni fi mahalli raf' pashlik o'rinda lillahini qo'shib, jar majrurni qo'shib pashlik o'rinda deb qaraymiz. Endi xabarninki va mubtadaninki yana bir qoidasi, mubtada
birlik olsa xabarmichu birlik şekilde. Mubtada erlik şekilde olsa xabarmichu erlik şekilde keladi. Demek xabar bilan mubtada, ya'ni xabar mubtadaga tövendekidek ikki xil jihatda mas holatda o'xshash keladi. Yutabiqul xabarul mubtada dedi. Xabar mubtadaga mas keladi. Birinchidan al-ifrad va at-ta'nis val jam'a dedi. Birlik, ikkilik, ko'plikda. Demak, jo'g'ini sonda mas keladi. Mubtada birlik bo'lsa, xabarmi birlik, mubtada ikkilik bo'lsa, xabarmi ikkilik, mubtada ko'plik bo'lsa, xabarmi ko'plik. Masalan, al-mudarrisu waqifun. O'qituvchi o'tirug'liq. Bu yerdagi al-mudarrisu mubtada bo'ldi, birlik, waqifun birlik shaklda keldi. Vat-tullabu jalisuna, o'quvchilar o'tiruvchi. Vat-tullabu mubtada ko'plik bo'lganligi uchun jalisuna deb xabarmi uchun ko'plik keldi. Babal fasli mughlaqani, sinfning ishki taqaq. Baba ikkilik shaklda bo'lganligi uchun mughlaqan, mughlaqun, mughlaqan ikkilik shaklda keldi. Va nafizatahu maftuhatan, uning ishki darizasi maftuhatan, ochiq. Fit tazkir va ta'nis. Endi ikkinchidan jinsda, ya'ni ayollikda. Mubtada erlik bo'lsa, xabarmi erlik. Mubtada ayollik bo'lsa, xabarmi ayollik keladi. Hamidun muhandisun, Hamid injener. Va zawjatuhu tabibatun. Va ibnahuma tajiran va bintahuma mudarrisatan. Ana shunga o'xshash. Endi mubtada xabarningki qoidalari musha tugidi. Endi bizda tunda ko'nikmalarga berilgan bu sizlarga topshiriq. Birinchisi ij'al kulla ismin mimma ya'ti mubtada. Tuvandagi hamma ismni mubtada qiling deydi. Tuvanda berilgan ismlarni mubtada qilib, har biriga biridan jumla tuzasizlar, bu sizlarga topshiriq. Ahmad, Ahmad va akhuhu, al-muslimuna, as-sayyaratu, manaratal masjid. Masjidning ikki munari deydi. At-talibat, qiz o'quvchilar, qalamun, qalam, kutubun, kitoblar, ma istifhom dedik, ism istifhom bo'lgan ma. Nima degandik? Man, kim? Har biriga biridan jumla tuzaysizlar. Bu bugungi grammatikani tushunishingizga bog'liq. Agar sizlar mushu mashq ishlasanglar, bugungi grammatikani tushungan bo'lasizlar. Ikkinchisi, ij'al kulli ismin mimma ya'ti xabaran. Endi tuvandagi ismlarning hammasini xabar qilib jumla tuzaysizlar. O'zingizlar mubtadadan birini akilisizlar, undan keyin tuvanda berilgan so'zni qanaqa qilasizlar? Xabar qilasizlar. Demak, bu yerda ko'plik berilgan bo'lsa, sizlar shu ko'plik holatdagi mubtadani akilisizlar. Ayollik shaklda so'z berilgan bo'lsa, ayollikqa mos holatda nima qilasizlar? Mubtada akilisizlar. Maftuhatani uchuq, ikkilik shakli. Mughlaqatani itik, ikkilik shakli. Ikkilisi ayollik. Jamilatun chiroyli ayollik. Najihuna utuq qozong'uvchilar, mutahajjibat. Mutahajjibat. Kayfa, ayna, ma, man, mata, inda, fawqa. Hammasi qanda xabar. Hammani xabar qilasizlar. Mutahajjibat degan yuzni yo'g'uvchilar degan gap, ha? Üçüncüsü ij'al lafzal mudarris mubtada fi 5 jumalin ala an yakuna al-khabaru mufradan fil ula dedi. Diqqat, üçüncüsü mudarris degan bu lafzini, bu so'zni mubtada qilib 5 jumla tuzaysizlar. Fi 5 jumal. 5 jumla tuzaysizlar. Bu 5 jumlaning hammasida mudarris degandan bo'ladi, cho'qim mubtada bo'lishi kerak. Xabar bo'lsa ala an yakuna al-khabar, xabar birinchisida mufrad bo'lishi kerak, yolg'iz so'z bo'lishi kerak. Xuddi al-mudarrisu waqifun deganga o'xshash. Ikkinchisida xabar zarb bo'lishi kerak. Al-mudarrisu indal masjid deganga o'xshash. Uchinchisida xabar jar majrur bo'lishi kerak. Buni o'zingizlar. To'rtinchisida xabar jumla fi'liya bo'lishi kerak, ya'ni fi'l bilan boshlangan jumla bo'lishi kerak. Beshinchisida xabar jumla ismiya bo'lishi kerak. Bu sizlarga topshiriq. To'rtinchisi hati 3 jumal xabaru kulli wahidatin minha zarf deydi. 3 jumla keltiring. Uni u jumlaning har birining xabari zarf bo'lsin, ravish bo'lsin deydi. Xabarini cho'qimli bo'lsin, ravish bo'lsin. Xuddi al-jannatu tahta aqdamil ummahat deganga o'xshash. 3 jumla tuzaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Beshinchisi hati 3 jumal
habaru kulli vahidin minha jar ve mecrur. 3 cümle keltirsizlar, onun her bir cümlenin haberi jar mecrur bo'lishi kerak. Harfi jar bo'lishi kerak. Xuddi alhamdulillahi deganga o'xshash. 6-incisi ic'al kulli ismin mimma ya'ti mubtada. Tüendeki isimnin her birini mubtada qiling. Ala an yakuna khabaruhu, onun haberi cümle ismiye bo'lsin. Wasta'in bil ismillazi bayna qawsayn li takvinil khabar. Xabarini tuzash uchun ikki tirnoqning o'rtasidagi ismdan foydalaning deydi. Endi tüendeki sözlerin her birini mubtada qilib cümle tuzamiz. Xabarini bo'lishi kerak, cümle ismiye bo'ladi. Bu cümle ismiye bo'lgan xabarini tuzashda tirnoqning ichidagi so'zlardan foydalanamiz. Masalan, Ahmed ahuhu mudarris deganga o'xshash. Ahmed onun qarindoshi o'qituvchi. Bu yerdagi ahuhu mudarris nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Sayyaratuka lawnuha abyad deganga o'xshash. Bu nayt asan ha. 7-incisi istaxrij min ad-darsi amsalatan lil jumlati al-ismiyati hudifa mubtada'uha deydi. Dersden cümle ismiyenin misallarını çıkarın. Onun mubtadası taşlangan. Onun mubtadası taşlanıp ketken cümle ismiyenin misallarını dersten çıkarın deydi. Biz mubtada eğer bilinse, sözlemesek mi bilinse taşlasak buludu degen tekstin muşunda mubtadası taşlanıp xabarlam kelgen cümle var mı? Bunu tepki çıkma. 8-incisi istaxrij ma fi ders min al-mubtadaat vel akhbar. Endi tekstten mubtadalar ve haberlerini çıkarısılar. Mubtadanın astığı bir sızık, haberin astığı iki sızık sızıp çıkısılar. Ve ayyin nev'a kulli haber alen nahvet tali. Tüendeki ritim boyunca haberinin türünü bayan kılın. Haberinin türünü bayan kısılar. Mufret, yalğız söz mü? Ya ki bu haber cümle mi? Ya ki bu haber şebi cümle mi? Cümle abqası, cümle ismiye mi? Cümle fiiliye mi? Şunu ayrısılar. Yani cümle miye gezisler? Tekst kelgen cümleni. Andaki mubtadani onu yapmaya yazısılar. Haberini yazıp onun türünü yazısılar. Mufret deb yazısılar. Mufret labqasa cümle olsa cümle, şebi cümle olsa şebi cümle. Mana şuna o'xshash. Mana bu yerdamda bugun o'qigan darslarininki mazmunni, grammatikasini yig'inchoqlab qo'ydi. Ba'du ahvalil mubtada val xabar deydi. Mubtada va xabarninki ahvollarining bir qismi. Ahvalul mubtada, mubtadaning ahvollari Allahu g'afurun. Allah mehribon. Bu cümlede Allah'ın buludu, mubtada buludu. Nekir keldi mi, ma'rife keldi mi? Allah degan elbette ma'rife. Bu asli qoida. Asli qoida bunda kelishi kerak. Shunday o. Endi deydi Allah degan so'z ma'rife. Shunday o. Muqaddam. Mubtada nerede keldi cümlenki 5'lik keldi. Asli mubtada nerede kelishi 5'lik kelishi kerak. Bu asli qoida. Demek bu hammasi asli qoida bo'yicha keldi. İkincisi acibun kalamuhu. Onun sözü qiziqarliq, hayron qolarliq desak, kalamuhu bu yerda mubtada bo'ldi. Onun sözü qiziqarliq deb xabar berdik. Acibun degan so'z bilan. Kalamuhu mubtada bo'ldi. Shunday o. Kalamuhu bu old bilan ma'rifimi nakirimi? Bu ma'rifi bo'lgan damirga muzaf qilinganlik uchun nima bo'ldi? Ma'rifi bo'ldi. Bu mubtadaning ma'rif bo'lishi asli qoida. Endi bu mubtada cümlenin asli qoida nerede keladi? 5'de keladi. Endi bu yerda keyinda kelib qoldi. Bu cho'lsa bu to'g'ri. Bunda holatda mubtadaninki oldida yoki keyinda kelishi to'g'ri. Kalamuhu ajibun desakmi bo'ladi? Ajibun kalamuhu desakmi bo'ladi. Üçüncüsü indaka sayyaratun. Sizning qishingizda mashina bor. Bu cümlede sayyaratun mubtada bo'ldi. Nakirami ma'rifimi? Nakira keldi. Nima uchun nakira keldi? Bu 5'lik keldimi, oyoqda keldimi? Oyoqda keldi. Bu asli qoidadan xilaf holatda keldi. Endi nima uchun nakira keldi? Likawnil mubtada nakira val xabar shibi jumla. Endi nima uchun keyin keldi desa, nima uchun jumla 5'lik kelmay keyin keldi desa, mubtada nakira bo'lib, shibi jumla qanday bo'lganlik uchun, xabar shibi jumla bo'lganlik uchun deymiz. Mubtada nakira bo'lib, xabar shibi jumla bo'lsa, mubtada keyinda kelsin bo'ladi degan. To'rtinchisi afillahi shakkun. Allohga shak qilamsiz, yoki shakkun mubtada bo'ladi. Mubtadaga jumla 5'da keladi. 5'da keldimi, oyoqda keldimi? Oyoqda keldi. Nima uchun? Likawnil mubtada nakiratan val xabar shibi jumla.
Mana mubtada bu nakirulab xabar shibi jumla olganlik uchun. Bu nima uchun nakir keldi unda bo'lsa? O keyin kelganlik xabarninki shibi jumla olganlik ekan. Nima uchun keldi desa, bu bir-biriga o'xshash ishlasak bo'ladi. Bu nakir olganlik uchun nakirulab xabar shibi jumla olganlik uchun jumlaning oxiri keldi. Yoki jumlaning oxirida bo'lib shibi jumla olganlik uchun xabar nakir keldi deymiz. Beshinchisi man g'oib kim kelmagani buni tövəndəki mubtadaninki nakirimi ma'rifimi, beshida keldimi, oxiri keldimi? Agar beshida kelgan bo'lsa, bu asli qoida gap ketmaydi. Oxiri kelgan bo'lsa, nima uchun oxiri keldi? Buning sababi bu yerda yozilgan. Buni o'zingizlar ko'rib baxsanglar bo'ladi. Wa antasumu khayrul lakum. Ya'ni wa antasumu nima bo'ldi? Mubtada bo'ldi. Masdar muavval mubtada bo'ldi. Nakirimi ma'rifimi? Albatta ma'rifa. İlgirimi keyinmi? İlgiri. Wa antasumu khayrul lakum. İlgiri. Va huwa al-asl. Bu asli qoida. Yani siyamukum. Çünkü at-taqdir. Çünkü taqdir qilish nima? Siyamukum. Buni ma'rifa deyishimizga sabab nimaga asosan ma'rifa deymiz? Buning taqdiri siyamukum. Kum degan bomirga qanday qilinganlik uchun mudaf qilinib taqdir qilinganlik uchun deymiz. Endi xabarning ahvollari ad-dinu yusrun. Din asan. Dinning osonligidan xabar berdik. Unda bo'lsa yusrun xabar bo'ldi. Bu xabar qanday bo'ldi bu yerdan? Turi qanday xabarninki? Mufrad. Yalğuz. Al-mudarrisu indal mudir. O'qituvchi mudirning qishida. O'qituvchining mudirning qishida ekanligidan xabar berdik. Unda bo'lsa bu yerda xabar inda degan zarf bo'ldi. Demak, bu yerda xabarning turi qanday bo'ldi? Shibi jumla. Uchinchisi at-tullabu fil mal'ab. O'quvchilar maydonda. Bu yerda biz o'quvchilarning maydonda ekanligidan qanday qildik? Xabar berdik. Unda bo'lsa fil mal'ab xabar bo'ldi. Xabarning turi qanday? Jar majrur. Ya'ni shibi jumla. Dördüncüsü niyet mahalluha al-qalbu. Niyet o niyetning o'rni qalb. Unda bo'lsa bu yerdagi niyet mubtada mahalluha al-qalb degan bu jumla ismiya nima bo'ldi? Xabar oldi. Demak bu yerdagi xabar jumla ismiya oldi. Al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Islom u islomdan ilgari narsalarni yo'qqa chiqaradi. Demak bu yerda islom mubtada yajubbu ma kana qablahu degan bu bir butun jumla xabar bo'ladi. Demak bu jumla nima bilan boshlandi? Yajubbu, jabba yajubbu degandagi fe'l bilan boshlandi. Unda bo'lsa bu jumla fi'liya. Bu xabarning turi jumla fi'liya. Bugungi darsimiz mush yerda xolashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.